Juda ko'pchilikni qiynaydigan savol: IELTS yoki SAFR? IELTS narxi 2,660,000 nechadir somini yozmadim. SAFR 556,000. Demak, javob 2-3 kunda chiqadi IELTSda. SAFR deyarli 1 oyga cho'zilib ketadi. IELTS har doim topshirsangiz bo'ladi, ya'ni yil davomida. Lekin SAFRda sentyabrdan maygacha 1 oyda 1 marta topshira olasiz. Demak, IELTS chet el universitetlariga ham o'tadi. SAFR faqat O'zbekistonga o'tadi. IELTS olsa, IELTS 7+ olsa o'qituvchilarga 50% ustama beriladi. SAFR C1 olsa 20% ustama beriladi. IELTS 7+ olsa topshiruvchi va 30 yoshdan kichik bo'lsa full refund qilinadi, ya'ni to'lagan 2,660,000 puli to'liq qaytarib beriladi. Faqat 30 yoshdan kichik bo'lishi kerak.